Hammalarga salom barakalar, sizlar bilan men Scorpionman va bolalar yangi videomizga xush kelibsizlar. Xo'p, qarochi men uyda uxlayotganida menga, ya'ni Minecraft admini Azizbek chaqirib qoldilar. Qanaqadir o'yin bor, keling dedilar. O'shaning uchun hozir skuterimni olib, benzinni to'ldirib, sekin oldariga ketyapman. No, qanaqa ekan juda ham qiziqib ketyapman. Okey, mana kelib qoldim. Hozir bilmadim, bizning davlatimizda skuterga nimadir qilib qo'ygan pravali, shuning uchun sal opasnayroq. Xo'p, adashmasam, masjidda dedilar. Telefonimni hammasini uyda qoldirib ketdim, shoshilganimda. Xo'p, kelib qoldim. Lekin stop, bu konteynerlar qayerdan keldi? Lokatsiya masjid-yu, shutga bergandilar-yu. Yo, Azizbek, Assalomu alaykum, bratam. Assalomu alaykum. Qatdan paydo bo'ldingiz? Endi adminman-ku. Nima gapiring, men uxlayotganimda basharam yumasa, telefonimni olib chiqmasa, kimni oldi degan. Nima gap? Xullas, Scorpion, qarang. Men sizga 3 stak pul beraman, ya'ni siz bir stakdan hammasiga stavka qilib chiqasiz. Agar omadingiz kelsa, BMW tushib qolishi mumkin bunda. Ham musor mashina tushadi. Xullas, gapim shundayki, men pullarni oling. Qarochi gapingizga sal tushundim. Xullas, qaranglar bolalar, men tushunishim bo'yicha bu har bitta stak pullarimdan mashaqa tashlab chiqishim kerak, ya'ni qora joylarga va menga bundan har xil mashina tushishi mumkin ekan. Zo'r mashina yoki oddiy mashina tushishi mumkin. Lekin qanaqa mashina tushishini tavakkal qilamiz. Xo'p, nima bo'la, grip bo'lib qoldingizmi? To'xtang, ish qilaman, menga ham 3 stak pulingiz ertaga roka chiqmaysizmi? Menga ana qilib qo'ydim. Yo'q, bu unaqa emas, adminning o'zidan. Xullas, sizlarga nimaga aytsam, qarochi bular Minecraft adminlar, hozir ko'rishingiz mumkin, qat'andir paydo bo'lib qoldilar va menga o'xshagan youtuberlarni chaqirib, bular boshqa challenge qiladilar va challenge boshlaydi. Tak. Давайте, bolalar, kelinglar. Ko'k rangdan boshlaymiz. Okey. Pulni tashlashim kerak shunda? Bo'ldi, tashladim. Endi nima bo'ldi? Endi ochasiz. Rechaka olishim kerak. Wow! Sotasizmi yo olasizmi? Hali bir sotish kerak yoki olish kerak. Qiziq, nima deydi? Qanaqa mashina ekan bu? Orqasi joy o'rindiqlari bor ekan, bu yoqqa borib kelishim mumkin. Lekin bu yerda BMW bordi, lekin BMW qaysi anaqa konteynerda? Qiziq. Nima dedinglar bolalar, buni olsammikan, olmasammikan? Juda ham qiziqo'man-da shu. Pulingiz qaytadi. Nima qilsam ekan? Sotsangiz 1 stak pulingiz qaytadi. To'xtang, BMWni puli ham 1 stakmi? Sizga qaysi joyga juda qimmat turadi BMW? Kurs bo'yicha. Yo, 1 stak tikas, BMWga sotishingiz mumkin. Tushundim. Xo'p, qarochi, buni olsam-ekan, olmasam-ekan, qiziq. Davay, men buni sotaman 1 stak pulga. Pulimni qaytarib bering. Pulimni qaytarib bering, loy. Buni tepaga olib qo'yamiz. Bu adeli bolalar, bizda 1 stak pul bor. Havoda, Karl. Xo'p, men demak 1 stak pul yutib oldim. Bu mashina menga kerak emas, to'g'risi juda ham yoqmadi. Qaranglar, bu nima bu? Qanaqadir zo'rroq qilinganda mayli. Mashina olmadim. Xullas, keyingisi va bolalar, men quyosh rang, ya'ni qarochi, mash rangdan boshlayman, lekin buni pul jo'natishim kerak pulni. Yo'q qoldi pul. Xo'p, 1 2 3. Nima bu? Lekin bola, ishga olib kelishga yaxshi ekan. Orqasiga takoy fermachilik qilsam, narsalarimizni sog'ishim mumkin, lekin juda ham zo'r mashina ekan. Qani, men qaytib ko'rmoqchiman. Qayerda bo'ladimi? Bo'ladi. Benzin yo'q ekan. Olayni ko'ra. Men tushib qoldim. Xullas, men bu mashinani sotsangiz, pulingiz sal minusroq bo'ladi, ya'ni 30 ga bo'ladi. Nimaga unaqa bo'ladi? Bu o'zi unaqa qanaqa? Unaqa pastroq-da. Bunaqasi pastroq-da. Tushunarli.
Lekin bu mashina olsam, даже 30 ga deyaptilar. Lekin bu mashina olsam ertaga remont qilishim kerak. O'ti buzilishi bor, bo'ti buzilishi bor. Tinchgina buni puladim men xullas. Menga bering $30'imni. Давайте. O. No, da tepaga olib qo'yamiz buni. Xullas, bu ham omadik ekan, menimcha shunda bo'lsa kerak, chunki boshqa konteyner qolmadi. Давайте shuni ochib ko'ramiz. Bola tayyormisizlar? Qani, BVni qaysi material ekan juda ham qiziqib ketaman. Okey, xo'p, qani ekan tashlab olamiz. O. No, da. Bo'ldi, rechak ochishim mumkin. Wow! Mana bu boshqa gap. Voy, Karl, juda ham ishlarini qaranglar. Lekin buni olishi mumkin, ha? To'g'rimi? Xohlasangiz oling, xohlasangiz soting. Ya, sotish niyati yo'q, lekin buni olish niyati bor. Bola. Ay, to'g'ri, bor ichib keldingizmi? Sitraman deganda nima o'xshalyapsiz o'ytamira. Ya, tutqot. Shunday. Lekin bola mashinaga gap bo'lishi mumkin emas, prosta. Hadi ko'rsam bo'ladi? Bo'ladi. Bo'ladi. Ishqilib buni ham benzini bo'lmay qoldi. Yochilyapti? Ochildi. Wow! Qoching! Bola prosta mashina imba. Такойmi? Qoching-ne. Loy. Juda ham zo'r mashina. Mana qaranglar. Vau! Men endi aylanib kelaman. Azbe, ya'ni adminga pashol. Ya? Qattasiz? Uchyapsizmi? Siz adminsiz da. Voy, lekin mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Kommentariyada yozib qo'yinglar. Birdan necha ball? 10dan 10 mi yoki 10dan 4 mi? Azbe, siz necha ball berdingiz? 10dan necha mashinaga? Misol uchun men 10dan 10 berdim. Sizcha? 10dan 9. 10dan 9. Endi adminlarga 10dan 9 da. Oyog'ingiz artdingizmi? Nima deyapsiz? Paketga yuraman men oyog'imga. Paket? Xullas bolalar, shunaqa gaplar. Va bu mashina juda ham ajoyib. Kommentariyada yozib qoldiringlar, nechidan necha ball berasizlar. Hammalarga rahmat bolalar. Videoni kuzatganinglar uchun oxirigacha kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar va Azbeni kommentariyada yomonlab ketinglar. Hammalarga xayr. Azbe qarashib qo'ying. Voy, qatta qo'ying. Mana do'stlar. Men Azbek. Hop. Da, yana nimadir deng. Aziz bitta motivatorlik qiling, bitta motivatorlik. Aziz bitta motivatorlik. Qara. Admin bo'lish uchun harakat qilish kerak. Harakat qilish uchun ishlash kerak. Ishlash nima qilish kerak? Harakat qilish kerak. Harakat qilish nima qilish kerak? Ishlash kerak. Короче, hammalarga xayr bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Terrorist!